Hammaga xayrli kun qizlar. Ertalab yuzimizga uxotimizni qilamiz. Uni orasida sizlardan keladigan bir ikkita savollarga javob bermoqchiman. Eng ko'p keladigan savollardan bu vitamin C haqida va yana yuz turlari haqida, demak, vitamin C haqida. Mendan deyarli har kuni bitta odam, eng kamida har kuni bitta odam so'raydi. Vitamin C ni qanaqa vaqt ishlatishimiz kerak yokida o'rgatadiganlari ham chiqadi. Vitamin C ni kunduz kuni ishlatsa bo'lmaydi. Vitamin C ni faqat kechqurun ishlatish kerak yoki O'zbekistonda bunaqa deb aytishdi yoki videolar tashlashadi qanaqadir. Mana bu yerda bunaqa dedi, bu yerda bunaqa dedi deb. Bitta iltimosim ham bor. Menga har xil videolar jo'natmasligingizni so'rayman. Chunki bu narsa menga juda ham yoqmaydi. O'zim har qanaqa kosmetik nimalar, magazinlar yoki mana shunaqa bir narsalarni o'rgatadiganlar chiqsa, aynan o'zbek kontent mijozlarni o'zi, klientlarni o'zi yuboradi. Ba'zida meni yordamchim ham tashlab turadilar. Yoki srazi bloklayman kirib. Bizni bir-birimizni tanimaymiz, bir-birimizni bilmaymiz, to'g'ri. Video qilgan odam bilan hech qanaqangi shaxsiy muammoyim bo'lmasa ham, men hech kimni kuzatgim kelmaydi. O'shani orqasidan doim meni bitta ko'rganinglardan keyin sizlarga уже yana keyingi safar boshqa videolarni tavsiya qilishi, taklif qilishi, ko'rsatishi boshlaydi, yani ko'payadi. Shuning uchun ham shunaqa narsa bo'lmasin deb ham men kiraman, joyda bloklayman bu Instagramda. Va nima noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilayotganda men bu narsani bilib turib shunchaki ko'zim yumib o'tib ketaman, kommentariy yozmayman, men qanaqadir javob video qilmayman, lekin o'zim uchun bloklayman. Ya'ni bizga hech qanaqangi nimasi ta'siri bo'lmasin, bizga chiqmasin shu narsalarda. Vitamin C ni ertalab ishlatsa bo'ladi qizlar. Ertalab bemalol ishlatsa bo'ladi. Bu to'g'risida alohida hali xudo xolisa video ham qilib beraman. Aynan vitamin C haqida zreniyam pastligi shundoq bilinadi-chi, ko'zimni qisaman chunki. Turlari haqida aytmoqchi edim. Juda ham ko'p qizlar, yigitlar umuman bizning hammamizning yuzimizda mana shu 25, maksimum 28, meni o'zimniki masalan 28 dan keyin o'zgarishni boshladi. Yo'q, hatto 30 dan keyin ekan. Chunki 30 gacha kombi yuz bo'lgan, mana shu T-zon ham har doim yog'li bo'lgan, har doim bu narsa bilan kurashganman. Narsa toshmasdi, to'g'ri. Lekin nima, yog'ligidan har doim tozalab, yuvib, yog'i balansda saqlaydigan oil control bo'lgan narsalardan ishlatib yurishga harakat qilardim. Nimaga aytyapman? Yuz terimiz o'zgaruvchan. Ya'ni nechidir yoshdan kelgan yokida fasllarga qarab, o'sha sezonga qarab, yokida yashayotgan joyingizga qarab, hattoki bitta joyda yashaysangiz ham ob-havoga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, bugun boshqacha bo'ladi. 3 kundan keyin o'sha sizni teringiz quruq yuz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha kunni o'ziga yoki 2-3 kunni o'ziga va siz unga qanaqa muomala qilayotganingiz, nima ishlatayotganingiz, qanaqa parvarish qilayotganingizga ham juda ham ko'p narsa bog'liq. Bu narsani hisobga olinglar va to'g'ri qabul qilinglar bu narsani. Что yuz terisi o'zgaruvchan, o'zgarib turadi tez-tez. Ayniqsa bu narsa meni o'zimda shaxsan menda 30 dan keyin bo'lgan bu narsa. Boshqalarda bilmayman. Shunaqalar bor, masalan, menga 27 yoshda yozadi. Oldin juda ham yog'liq edi, hozir juda ham qurib ketyapti deb. Kattalashgan sarimiz yuz terimiz quriydi yokida yetarli o'sha kichkina bo'lsa ham, necha yosh shu? Где-то 23-25 yoshda ham yetarlicha suvni bermaganda, masalan, yuzga parvarishlar yaxshi bo'lmaganda, mana qolmagan. Tegida ozgincha qolganda tush o'shandagina yuz terimiz qurib ketadi shunaqa. Va sezon almashgan paytda, u paytda bizdan yaxshiroq uhot qilish talab qilinadi. Ko'proq qarash, ko'proq e'tibor berish, bu narsaga shunchaki tashab qo'ymaslik. Chunki tashab qo'yganinglarda quyosh kremlaridan foydalanmasdan, yuzni namlamasdan yurganda mana ochki bilan uhot qilish oqibati, ravol bilan uhot qilish oqibati yuz terimiz quriydi. Chunki menda ham quriydi. Chunki bo'ladi shunaqa paytlar esimdan chiqib ketib, shunchalik darajada band bo'lganimdan esimdan chiqib ketadi. Bir xillari kosmetikani yechmasdan, kosmetika bo'lmasa ham SPF o'zini yechmasdan, masalan, uxlab qoladigan paytlarim juda ham charchagan paytlarimda. Kam bo'lsa ham bunaqa holatlar, lekin orada bo'ladi. Hech qaysimiz ideal emasmiz. Va shunaqa paytlarda oxirgi paytda ham men sezdimki, yuz terini tozalamaganda, yaxshi tozalamaganda, vaqtida tozalamaganda, mashtimda 3-4 komedon paydo bo'lishi ko'zim oldida paydo bo'lish boshladi. Endi men buni qanaqa ketkazishni bilganim uchun hech ham
xavotir olmadim va tezlik bilan o'sha ketkazib oldim. Lekin u narsani ko'paytirib olmaslik, ya'ni nimadanligini bilmaganda, qanaqa qilib ketkazishni bilmaganda bu narsa ko'payib ketishi mumkin va sizlarga ortiqcha muammo bo'ladi. Oynaga qaraganda o'ziga yoqmaydi, yuzida toshmalar bo'ladi, yuzida o'sha kutilmagan narsalar bo'ladi. Shuning uchun shunaqa narsa bo'lmasligi uchun uxotlarni vaqtida qilish kerak va shunga qo'shimcha qiladigan bitta narsam bor. Uxotlarni vaqtida qilish kerak, yuzni yaxshi namlash kerak. Vitamin C ni kunduz kuni ishlatsa bo'ladi. Ishlatgan qancha ko'p ishlatsanglar shuncha yaxshi. Chunki vitamin C ni umuman zarari yo'q. Naborot, oziqlantiradi. Yuzingizga qancha uzoq vaqt ishlatsanglar shuncha yuzingizga yorqinlik beradi. Yuzni jonlantiradi, yuzni rangini tekislaydi. Oziqlangan yuz boshqacha bo'ladi baribir. Mana Koreyani o'zida 37-38 yoshli suriyalik o'rtog'im bor, Iman. Yuzini ko'rsanglar shunaqa zo'r. Men birinchi marta ko'rganimda yuzini ko'rib juda ham havosim kelganda. Shunaqa yoshli, shunaqa yuz bilan yuzlari yaraqlab turadi. Yuzi tekis, ikkita tug'gan, bolalari katta-katta. So'raganimda, shu yuzingga nima qilasan deganimda, SPF bilan vitamin C bilan SPF kanda qilmayman degan. Ya'ni doim ishlatadi. Har doim yo'lda ko'rib qolsam, Oliviyanga ketayotgan bo'ladi u ham. Men Oliviyangdan ketayotgan bo'laman, u Oliviyanga ketayotgan bo'ladi. Shuning uchun SPF bilan doim surish kerak. Iloji bo'lsa vitamin C qo'shish kerak. 25-28 dan kelgan buni qilsanglar bo'ladi. SPF bo'lsa 13-14 yoshdan bemalol ishlatsa bo'ladi. Keyin uxot masalasida shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Shunaqa paytlar bo'ladi. Uxot o'zi yo'q narsa, uxot o'zi kerak emas narsa, qaramasa ham bo'ladi, u bu deb aytiladi. Ba'zida eshitib qolamiz. Hozir indamay o'tib ketaman boshqalarga. Lekin men o'zim auditoriyamga aytibmanki, buni necha yil 2018-yillardan beri, 2018-19-yillardan beri yuzimga qarashni boshlagan bo'lsam, lekin ko'p narsa o'sha paytda ham ishlatmasdim. Yuzimni yuvardim, o'sha paytda skrablar bo'lardi, tozalashga metilarkalar bo'lardi, bunaqa 2 etapli chistка, nimalar, gidrofilkalar, cleansing oil, men bu foamlardan foydalanmagan. Foamdan foydalanardim. Lekin cleansing oil men ko'pincha tushunmasdim o'sha paytda. Men Nivea'niki bo'lgan anaqada ham o'qib qo'yib qo'yganman ko'pincha, to'g'ri foydalanmaganman. Xullas, shuncha yil o'qigan bo'lsam, menda hech qanaqangi sertifikat yo'q. Men hech qanaqangi beauty ekspert emasman. Menda chista tajriba, atrofimdagi qizlar, o'rtoqlarim, o'zim, chunki biz birgalikda magazinlarga borardik, birgalikda kosmetikalar sotib olardik, bir-birimiz bilan maslahatlashardik, yuzimizdagi rezultatlarni ko'rardik, tarkiblarni o'qirdik, ya'ni shuncha yillik tajriba. Shu o'qib, keyin уже yana ham chuqurroq bu narsaga kirib ketdim. Lekin men hech qayerda o'qimaganman. Meni umuman yo'nalishim boshqa, meni ikkita diplomim umuman boshqa sohada. Nima aytmoqchiman? Shunaqa Европейц ulardan ham o'zim pejini kuzatadiganlarimdan ham, masalan, Instagramda yokida Facebookda o'qib qolganlarim bo'lgan. Shuncha yil uxot bilan shug'ullandim, lekin bu aldamchi narsa ekan deb yozganlarni. Lekin shuni o'qigan paytimda men shu fikrga bittada qo'shilmaganman. Ya'ni bo'ladi-ku, o'qiysizlar-da, va shunaqamikin rostdan ham deb o'ylanib qolasizlar. Lekin men bittada qo'shilmaganman bu fikrga. Nimaga desa, shu uzoq yildan beri boshqalarni kuzatib kelayotgan, o'zimdan yoshi kattalarni kuzatib kelayotgan inson sifatida aytishim mumkinki, menga masalan 50 yoshli har doim bir 30 yoshidan beri, 35 yoshidan beri yuziga qaraydigan 50 yoshli ayol va 50 yoshli yuziga hech narsa qilmaydigan ayolni olib kelib shunday qo'yib qo'ysanglar, gapirishinglar, kommentariy berishinglarni umuman hojati yo'q. Srazi aytasizlar, srazi bittada yuzi aytadi, yuziga qaralgan ayolni yuzi boshqacha bo'ladi baribir. Yaxshiroq bo'ladi, ancha yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yuz parvarishi bu yo'q narsa degan narsani o'zi yo'q. Qarash kerak. Qachonki qaralsa, masalan, xuddi shu badanga ham sport bilan shug'ullaniladi, zalga boriladi. O'shanda nakachniy, mana tana bo'sh terilar yokida muskulli terilar, ya'ni ishlangan teri. Qaysi biri sog'lomroq desangiz, конечно, zalga borgan tana, teri. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu yuz parvarishi bor narsa va unda eng kerakli narsa bu tozalashlar va SPFlar. Qolgan narsani o'zingiz turiga qarab, o'zingizdagi muammolarga qarab, o'zingiz kiritasiz faqat. Bugungi shular qizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.